Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men ismim To'liq Hamish, Shvetsiya poytaxti Stokgolmda yashayman. Ben navbatda ota-onam uchun yolg'iz kishilik Xitoyga qarshi namoyish o'tkazyapman. Tinch shakl namoyish o'tkazyapman. Meningki opam dadam bo'lsa Hamid Abdurahmon 1954-yilda 5-oyninki 20-kun tug'ilgan. Opam bo'lsa 1956-yilda 8-oyninki 20-kun tug'ilgan. Bular 2017-yilda 1-oyning 27-kuni Elo oblastida bexatarlik saqchilar tomonidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tutib olishda bo'lgan. Hozir kesim holatda bo'lib, og'zaki kesim, ya'ni sotning hech qanday hujjat yoki qarorlari yo'q, ammo og'zaki kesim bo'lg'achqa sot kuchga ega bo'lib, hozirgacha opam dadam turmada jazo muddatini o'tadi. Dadamningki o'rni bo'lsa Kunastikka turmada, opamniki bo'lsa Bo'zlik turmada. Ben Xitoy hukumatiga shuni kesib o'tmanki, meniki opam dadamniki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadamni shaxssiz darhol qo'yib berishini men talab qilaman. Hamda qarindoshlar, bugun mana 19-yilgacha men sal nim bo'ldi ekan, bugun shu inglizcha, shvedcha, abam nima qilgan chaqda unimi de. Chunki men bugun shu hukumatningki hozir shu saylan vaqti bo'lib qoldi. O'zimmi oqshom ishlagan bo'lg'achqa, bizga kechikib keldi, juda uxlab qoldim. Mana bu toza vaqtda kelib qoldim. Men shuningga menga saqchilar tinch usulda qilsang bo'pti-ki, bugun vaqirash bo'lmaydi. Mana oq binoning ichida yig'im baka, atrofda yig'im baka, bütün ham o'sha security bexatarlik qo'g'duvchilar bilan bo'pti. Shuningga bugunchi shunda tinch shaklda qilib tursang dedi. Shved hukumatiga, Shved mamlakatiga, Shvetsiya bexatarlik idorasiga, Shvetsiya saqchi xodimlariga, Shvetsiya parlament hukumatiga, davlatga, fuqarolarga mishchilik imtiyozi berganligiga, mishchilik meni qo'llab-quvvatganligiga rahmat aytaman. Qolgan gaplar bo'lsa, qarindoshlar yana gaplashamiz. Shu ota-onalarga ega chiqib, boshqa hech nima qilmasanglar, mana shunday yasitib turib Xitoy hukumatiga qarshi nimalarni qilinglar. Men aslida maydon qilmoqchidim, lekin meningki shu yerga signallar kesilgachga baribir ovoz chiqmaydi. Shu video ishlab taqtay dedim. Unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyim omonat, men bu hamda hali tudim, chiqib ketgan vaqtimiz bo'ldi. Qolgan gapni erta ko'rishib qilishamiz. Hammanglarga omonchilik tilayman. Xudoga omonat. Atrofliq saqchi, Mao SVT degani o'sha Shvetsiyaningki televiziya kanalininki shu belgisi shu, o'sha Mao necha kun bo'ldi o'sha yerda muxbirlar deganlikdek.